Qabrda dunyoga kelgan chaqaloq. Hayotda shunday voqealar bo'ladiki, bundan taajjubga tushmaslikning iloji yo'q. Ertaga nima bo'ladi? Hech kim bilmaydi. Yozda bir pasda tong otganday bo'ladi. Davronning uyqusi qochdi, yoniga qaradi. Xotin yo'q. Sigir sog'ayotgan bo'lsa kerak, deb xayolidan o'tkazdi. 5 yoshli Doston yugurib kirib, dadasining ustiga tashlandi. Davron atayin ko'zini ochmasdan o'zini uxlaganga soldi. "Dada, turing, ishga kech qolasiz, turing", deya Davronni silkilay boshladi. Davron ko'zini ochdi-da, "Men o'rmondan kelgan ayiqman, shu bolani yeb qo'yaman", deb qitiqlay boshladi. Xotini Zahro kirib kelganini sezmadi ham. "Qani ayiq polvonlar, nonushta tayyor", dedi. 2 kundan beri tokning simi uzilib yotibdi. Bir ko'rsang birovni tok urib o'tirmasin, ayniqsa bolangni orqasidan poylab charchab ketdim, deb gap qo'shdi onasi. "Ishdan kelib ko'raman. Balkim bir to'la sayfi montyorni olib kelaman. Bilasiz, hozir oyni oxiri. Ishim juda ko'p", dedi Davron. Nonushtani shosha-pisha qilib uyga kiyinishga kirdi. Ortidan Zahro kirdi. "Zahro, tikishingni yig'ishtir, o'zingni ehtiyot qil", deya qorniga ishora qildi. "Bo'pti, yaxshi borib keling", dedi har doimgidek jilmayib. Zahro yumushlariga kirishib ketdi. Birdan hovlini ham yaxshilab tozalab olay. Bolam tug'ilgandan keyin qila olmayman degan xayolda hamma yoqni yig'ishtirishga tushib ketdi. Shu payt daraxt orqasidagi simni keraksiz deb o'ylab, 2 qo'li bilan mahkam ushlab tortmoqchi bo'libdi. Zahroni chinqirig'idan uydagilari yugurib chiqdi. Qaynotasi birdaniga tushunib, "Kampir, yugur, qo'shnikiga kelini tok uribdi". Birpasda hovliga odam tez yig'ildi. Tez yordam ham yetib keldi. Qanchalik urinishmasin, Zahro o'ziga kelmadi. "Ota, bandalik ekan, qo'limizdan kelganini qildik. Keliningizni joni jannatdan bo'lsin. Essiz qornida bolasi ham bor ekan". Davron yetib keldi. "Bolam, endi nima qilamiz? Bolam, guldek kelinimdan ayrilib qoldik". "Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Zahro, ko'zingni och", deya xotinini silkilay boshladi. Jasadni ertasi kuni chiqaradigan bo'lishdi. Ertasi kuni hamma yig'ildi. Xotinlarni dodvoyiga hamma yig'lardi. Ayniqsa Zahroning onasi kuyib ado bo'ldi. Marhumni suvga olishdan oldin hamma yaqinlari kirib rozilik berishdi. Ammo Davron indamay turaverdi. "Roziman deb ayt, bolam", dedi onasi. Davron yig'lab yubordi. "Oyi, u o'lmagan. Uni tok urgan xolos. Uni o'lganiga ishonmayman. U tirik. Yuragim sezib turibdi". Lekin hech kim Davronga gap uqtira olmasdi. Davron u tirik, o'lmagan deyishdan nariga o'tmasdi. Tobutni olib ketish chog'ida Davron yaqin do'stiga plastmassa trubani berib, qabristonga olib borishni tayinladi. Jasadni qabrga qo'yishgandan trubani og'iz tarafidan tikka qo'ygan holda, havo kirib turadigan holda qo'yib ko'masizlar, deb turib oldi. Hech kim uni fikridan qaytara olmadi. Oxiri u aytgandek qilib ko'mishdi. Bu voqeadan kimdir uni telbaga chiqardi. Yana kimdir achindi. Uyiga kelib Dostonni onasini suratiga tikilib o'tirishidan Davron ezilib ketdi. Ertasi kuni hech kim uyqudan uyg'onmay qabristonga bordi. Qabr yoniga borib quloq tutib turdi. Ancha payt o'sha yerda o'tirdi. O'sha oqshom Davronni tushiga Zahro kirdi. Nuqul, norozi qiyofada. "Men tirikman, nega olib ketmayapsiz?" derdi. Ikkinchi kuni ham tong otmasdan yana qabriston tomon yo'l oldi. O'tirib ortiga qaytdi. Kechga tomon yuragi bezovta bo'lib yana bordi. Qabr ustiga unsiz yig'ladi. Endi ketishga chog'langandiki, qandaydir ovoz quloqiga chalinganday bo'ldi. Qabrga yaqinlashib quloq tutdi. So'ng yugurib borib, qorovuli belkuragini olib kelib qabrni ocha boshladi. Ortidan qorovul ham keldi. "Bolam,
unday qilma, marhumni bezovta qilasan, deya qo'liga yopishdi. Ota, meni qaytarmang. Hozir shu ishni qilmasam, bir umr afsuslanib o'taman. Qorovul uni bu yo'ldan qaytara olmasdi. O'zini bilgandan qolmadi. Bir pasda qabrni ochib tashladi. Qabr ichidagi holatdan qorovul tili kalimani qaytara boshladi. Qabrda kafani ochilgan ayol va chaqaloq yotardi. Davron shu zahoti qo'l telefonidan telefon qilib hammani yordamga chaqirdi. Birov ishondi, birov ishonmadi. Hamma yetib keldi. Tez yordam mashinasi ham keldi. Hamma bu holatdan karaxt edi. Ma'lum bo'lishicha, Zahro kuchli to'lg'oq bilan hushiga keldi. Qayerda ekanligini o'ylashga ham holi bo'lmay bolasini tug'ib hushidan ketibdi. Zahroni oyisi qizimga bo'lgan mehringizni Xudo bilibdi. Ilohim qo'sha qaringlar deb azador uyda bir pasda to'yxonaga aylanibdi. Inson mehri har narsaga qodirligi budir.